Janob, siz kutganingizdek juda ham ajoyib. Prosta siz mana shu hujjatga imzo qo'ying. Yo, to'xtang, juda ham qimmat aytyapsiz. Nimaga qimmat? Juda ham cho'tki, yaxshi narxlarda aytmoqdaman. Qolganlardan so'rang va qolganlarniki bo'lmaydi. Xo'sh, to'xtab turing, bir aylanib kelaydi. Xo'sh, barchaga salom bo'ladi. Mana ismim Kompot va mana video roligimga xush kelibsizlar. Obunachilar, bugun qayerdasan Kompot deydiganlar bo'lsa, bugun men qanaqadir mashina savdo yeridaman. Ya'ni u mashina qanaqa mashina? U uyli mashina bo'ladi-yu, bolalar, bu nomini bilmadim bu nimaligini, lekin o'sha mashinani ortida uy bo'ladi. Ham mashina bo'ladi, ham yuradigan uy bo'ladi deb bolalar. Menimcha juda ham ajoyib fikr. Qisqasi hozir qaysidir normalniy mashinani tanlashim kerak. Obunachilar, misol uchun mana bunaqa mashinalarmi yoki yana qanaqadir mashinalar, har xilcha variantdagi mashinalar bor ekan obunachilar. Men hozir bir stak zumradni olib kelganman. Qanaqa anola olsam bo'lar ekan. Xo'sh, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qanaqa mashina olasiz? Bu mashinangiz nech pul ekan? Bu juda ham katta mashina va noqulay mashina ekan. Yo, nimasi noqulay? Bu chotga ishonavering. Siz buni oldin haydab ko'ring, keyin bilasiz, maza qilasiz. Oilaviy sig'asizlar. Ha, oilaviy sig'sak ham, lekin juda ham g'alati ekanda. Nimasi g'alati? Endi katta yo'llarga o'tishimiz bor, keyin yurishimizda bor. Ha, nech pul deysiz? Yani bilasiz, 2 stak zumrad. 2 stak zumrad? Siz hozir rostdan gapirdingizmi? Hazillashmadingizmi? Keting olimdan bu sizda bu kattagina musor mashinangizdan ko'ra mana bu yaxshiroq. Mana bu ham qulay, ham arzon bo'lsa kerak mana shu. Endi ham katta, ham qimmatda uka. Endi bori shu. Lekin janob, bilmadim, yaxshi ish qilmadsiz hozir. Mayli, senga 1 stak zumrad bo'ladimi ukam? Va boshqa mashinalarni ko'r bo'lmasa. Keting olimdan вообще asamga o'yin ekan, u 2 stak zumrad so'raydi. O'zi 1 stak zumradim bor. Yana mayli, nech pul so'raysan, nech pul? Bilmadim, hozir men mashina ko'ryapman. Ko'nglingdagi narxni aytchi. Janob, bo'ldi, men tinch qo'ying-da. Nech pul qanaqa mashina sotmoqchisiz o'zi? Men borki o'zi 1 stak zumradim bor. Ha, kel. Boring olimdan. O'n qaranglar. Вообще mana shu chiroyli ekan. Xo'sh, nima? Mana bu mashina nech pul ekan? Mashinani olgim keldi. Xo'sh, mayli, bilmadim, hozir hisoblaydi. Hozir qidirib olay nech pul ekan narxi. Mana shu mashina bilan sotib olsam bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, mayli, yaxshi, obunachilar, qaranglar, juda ham chiroyli, ham zo'r mashina ekan. Xo'sh, janob, nech pul ekan bu? Mayli, sizga boydan beri pulim kam deyapsiz-ku, endi bilmadim, arzonroq qilib beramiz. Bu juda ham zo'r ekan, qarang, ichi ham qulay, ham chotki ekan, ham kichkina. Bilasiz-ku. Xo'sh. Hozir men o'ylab olay, nech pulligini hozir men sizga aytib beraman. Xo'p, bu 50 ta zumrad bo'ladi, bemalol hammasini ishlatish mumkin. Nima desam bo'ladi, o'zingiz mebellaysiz, tushundingizmi? Mebellash yo'qmi bu yerda? Mebellar yo'qmi? O'zini mebellari yo'qmi? Bo'sh ekan-kecha arzonroq qilib bermaysizmi? Yo, bu tushib bermayman. Bo'lmasa to'xtanglar, hozir bu ikkita mashinadan ko'ra mana shu mashina eng yaxshi mashina deb o'ylayapman-da. Xo'sh, mayli, nech pul? O'zingiz yurdangizdan ayting-chi. Mayli, 50 ta zumrad bo'lsa 50 ta, mayli, men roziman, agarda siz yaxshi narx aytayotgan bo'lsangiz. Bo'ldi, yaxshi narx aytyapman, men har doim yaxshi narx aytganman. Hop, mayli, bo'lmasa 50 ta zumradni bersangiz, biz birdan rasmiylashtiramiz mashinangizni. Mana bu ish qilib, men mashina bilan mana shu anov bo'ladimi? Uzilib ketmaydi mana bu? Yo'q, uzilib ketmaydi, biz kafolat beramiz. Ha, rostdanmi? Bo'lmasa mayli, 50 ta zumrad bo'lsa 50 ta. Obunachilar, meni deyarli hamma zumradlarim ketdi, lekin mayli nima bo'lganda ham meni olishingiz mumkin. Qolgan 14 ta zumradlarni esa mebellarni olishga ishlataman menimcha. Yaxshi fikr, lekin ha, obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Men hozir mashina sotib oldim. Menimcha juda ham ajoyib mana shu mashina bo'lsa kerak. Yaxshi. Bo'lmasa hozir bularni biza mebellab chiqamiz. Lekin bu yerga mebellamang. Bo'ldi, xavotir olmang, bu yerga mebellamayman. Xo'sh, qolgan 14 ta zumradga esa mebel, ya'ni jihozlarni olamiz, obunachilar. Juda ham zo'r. Ishonaveringlar, sizlar videoni oxirigacha ko'ringlar. Biz ham chotki qilib uyni bezaymiz. Sizlar vashshi hayron qolasizlar bu uyni ko'rib. Vau, bu uy vashshi, menda ham shunaqa uy bo'lsa edi deysizlar. Albatta, men ham orzu qilaman bunaqa uyni va shu uchun orzuyimni amalga oshirmoqchiman. Bo'ldi, mana bu mashinalarni yo'ldan ketishga chiqaring, men olib ketmoqchiman mashinamni. Bo'ldi, janob, 5 minut sabr qiling. Bo'ldi, mana obunachilar, mana hozir men tashqariga chiqarib yubordim. Men hozir bu sandiqlarda esa mebellar bor, obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mayli, bo'lmasa qayerga qo'ysam ekan sandiqda? Hozir bu yerga qo'ymayman. Menimcha obunachilar, bu yerga mebellar bo'lmaydi shaharga. Bundan ko'ra hozir biz qishloqqa ketamiz. Keyin qishloqda menimcha mebellasak, menimcha juda ham ajoyib bo'ladi.
Xo'sh, mana obunachilar, men hozir qishloqqa keldim. Ana endi mana bu qishloqqa chotga qilib mebellaymiz. Endi mebellash nimaligini bilmaydiganlar bo'lsa, mayli men o'rgataman. Bu mebellash nimaligini bilmaydiganlar uchun bu mebellash jihozlaymiz. Mana bu ichkariga har xil jihozlarni qo'yamiz. Juda ham zo'r. Bu yer kichkina deydiganlar bo'lsa, ha, obunachilar kichkina, lekin men bundan ham yaxshi va ajoyib chiroyli qilib qurib beraman men sizlarga. Vashcha hayron qolasizlar. Ishonaveringlar obunachilar, mayli. Bo'lmasa hozir qayerdan boshlasam ekan? Xo'sh. Mayli, narsalarni olib keldim. Mana endi mana bu sandiqni qayerga qo'ysam ekan? Menimcha mana bu yerga qo'ysam ekan. Yo, to'xtanglar. Bu yer juda ham torlik qilyapti. Menimcha mana bu yerga ustma-ust ikkita qilib qursam, menimcha juda ham zo'r bo'ladi. Juda ham zo'r fikr obunachilar, to'g'rimi? Albatta to'g'ri. Nima uchun xato fikr bo'lishi mumkin? Sababi men mana shu yerga qo'ysam, menimcha juda ham chiroyli bo'lsa kerak obunachilar. Ha. Mayli, mana buni shunday buzamiz-da, bu yerni buzamiz-da, chunki ortiqcha ekan obunachilar. Nima uyni buzyapsan demanglar, yana mana urishib. Mayli, buni ham buzamiz. Oppa, normalniy. Ana endi mana shu yerga qo'yamiz-da, mana bunday qilib, yana mana shunday qo'yamiz-da. Buni siljit bo'larmikan yo obunachilar, siljit bo'lmas ekan, lekin nima bo'lganda ham mun qaranglar. Wow, obunachilar, mun qaranglar, juda ham chiroyli ko'rinishini. Vashcha menga yoqmoqda obunachilar. Mayli, nima ham derdim, bo'lmasa hozir boshqa mebellarni ham qo'yishimiz kerak. Bitta ikkita sandiq bilan cheklanib qolmaymiz, sababi bizga hali juda ham ko'p mebellar bor. Buni qaranglar, bitta sandiq ichi juda ham katta. Bu yerga luboy narsalarni solsanglar bo'laveradi. Xo'sh, mayli. Ana endi obunachilar, bu mashinalar bilan sayohatga chiqsa nima deysizlar? Juda ham zo'r, menimcha. Ha, chotki. Xo'sh, to'xtanglar. Oh my god, bu yerda hozir bizlar kompyuter xona qilamiz. Короче, qaranglar, mana shu yerda uxlaymiz demam, derazalardan ko'rib, короче, chotki obunachilar. Men bu qishloqdan ko'chib ketib bokur. Shaharlarga, men vobshetam boshqa davlatlarga ketaversak ham bo'ladi obunachilar, sababi juda ham zo'r fikr, to'g'rimi? Albatta, nima uchun zo'r fikr bo'lmasligi mumkin obunachilar. Hop, mana bu yerga mana bu stolimizdan qo'yamiz, chunki qizil rang, bu bizning har doimgi qizil rangimiz. Okay. Ana endi qaysini qo'ysam ekan, yana nimalarni qo'ysam ekan? To'xtanglar, mana bu yerni bo'lib turish kerak, to'g'rimi? Ha, to'g'ri obunachilar. Hozir kitob bir nimalarni olib kelaman. Xo'p, obunachilar, mana olib keldim. Ana endi hozir bizga to'xtanglar, qayerga kiyimimni qo'ysam ekan? To'xtanglar. Menimcha mana bu yerda bersakni qo'yganim yaxshi. Xo'p, bu yerlarni ham yopishimiz kerak obunachilar. Qanday qilib yopsam ekan? Hozir o'ylab olaylik obunachilar. Menimcha mana buni mana bu yerga qo'yaman. Menimcha ajoyib obunachilar, mana bu yerda ishlatsak bo'ladi mana bu mikrovanovkani. Okay. Ana endi qayerga qo'ysam ekan? To'xtanglar, yana nimalar qo'ysam ekan? Esimdan chiqib ketib qoldi-ku. Bu vobshetam xunuk turibdimi-kan? To'xtanglar-da. Hozir menga o'ylashga ruxsat beringlar-da. Ho, mana bu yerda kiyimlarim bo'ladi va yaxshi, menimcha zo'r. Mana shu yerda mana bunday o'tib ketaman. Yaxshi, mana bu yerda esa, obunachilar, mana bu yerda esa pardani qo'yamiz bo'linib turishimiz uchun, ya'ni mana bu xonani ikki tomonga bo'lish uchun. Menimcha juda ham zo'r bo'lmoqda obunachilar. Sizlarga yoqmoqdami? Tez kommentariyada yozib qoldiringlar obunachilar. Okay, yaxshi, asta bunday qilamiz. Bunday qilib yopamiz. Ana endi soatni to'xtalib pastga qo'ymaymiz-ku. Mana bu yerga qo'yamiz. Ajoyib, buni qaranglar. Soatdan mana shu yerga juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Muzlatgichda esa qayerga qo'ysam ekan? Mana bu yerga mana bunday qilib qo'yganim yaxshi. Eshikni yopib qo'yar ekan bu. Qanday eshikdan o'taman? Bu yerdan o'tsa bo'lar ekan, lekin bilmadim, juda ham tiqilinch bo'lib qoldi obunachilar. Bilmadim. Endi lekin baribir ham zo'r bo'ldi deb o'ylayman. Buni qaranglar, juda ham zo'r bo'lmoqda. Lekin siljitib qo'ysam ham bo'lardi-yu. Mayli, nima bo'lganda ham. Ana endi mana bu yerdan bitta yopib chiqishimiz kerak obunachilar. Короче, mana bu yer ko'rinmasligi uchun, to'g'rimi? Mana nima edi, blok qo'yamiz-da, to'g'rimi? Yaxshi. Bitta qurib chiqamiz. Vobshe mayda ishda obunachilar. Mana ko'rishinglar mumkin obunachilar, mana buni qurib chiqdik. Menimcha juda ham zo'r bo'ldi deb o'ylayman. Buni qaranglar, juda ham zo'r bo'ldi. Mana buni o'tamiz-da. Shunday qilib yopib qo'yamiz. Juda ajoyib. Yaxshi. Xo'sh, yana nima qoldi ekan, ha? To'xtanglar, yana nimadirlar qursa ekanmi? Obunachilar. Hozir menga o'ylashga ruxsat beringlar-da. Xo'p, mana bu gulni esa qayerga qo'yamiz? Mana bu gulni mana bu yerga qo'yamiz. To'xtanglar. Yoki bu yergami ekan? Mana shu yerga qo'yib qo'yaman. Qaranglar, juda ham chiroyli turishini. Wow! Albatta, har bitta uyda, har bitta xonadonda nima edi, mana bu gul turishi kerak va kalendar ham turishi kerak obunachilar. Sababi bilasizlar, biz qaysi kun, qaysi oy va qaysi sanaligini bilib turishimiz kerak obunachilar. Xo'sh, ana endi nima qoldi ekan? Lekin juda ham zo'r qulay bo'ldi uyimiz obunachilar. Qaranglar, mana mebellash qobiliyatlarimga baho beringlar. To'xtanglar. Oh my god, vobshe mana bu yerga gilam qo'yib qo'ysak bo'lardi-yu. Yaxshi.
to'xtanglar. Bu yerga gilam qo'yamiz. Yana qayerga qo'ysam ekan? Bitta mana shu yerga qo'ydim-ku. Juda ham g'alati. Mayli, nima bo'lganda ham mana shu gilam ham mayli bo'ladi obunachli. Sababi juda ko'p gilam bo'lmaydi. Kichkinagina gilamchani mana shu o'rtaga qo'yib qo'yamiz. Menimcha juda ham zo'r bo'ldi. Mashinamni qaranglar, mana bu uyni qaranglar, juda ham chiroyliligini. Вообще, menimcha yaxshi narxlarga oldim deb o'ylayman. Yaxshigina to'xtanglar, bitta stakka yuradigan, ko'chadigan uy sotib oldik obunachilar. Tushunyapsizlarmi? Вообще bu juda ham zo'r bu. Juda ham yaxshi degani obunachilar. Xo'sh, mana bu uyga kirib olamiz deb bemalol kompyuterga o'tirib o'ynaymiz. Mana bu yerda rasmlar bor, yana qanaqadir mikrovolnovka bor. Albatta mikrovolnovka deyiladimi yoki duxovka deyiladimi? Oh my god, obunachilar, men o'ylanib qoldim-ku. Mayli, nima ham derdim obunachilar, sizlarga yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Mayli, sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Xayr.